Assalomu alaykum futbol muxlislari. Bugun sizlar bilan futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklar bilan tanishib chiqamiz. Manchester Cityning norvegiyalik to'purari Erling Haaland Ispan Superklubi qiziqishlar doirasida. Norvegiyalik futbolchini Madridning Real klubi o'z safiga qo'shib olmoqchi. Kraft Offside xabariga ko'ra, Qirollik klubi yulduz markaziy hujumchi vakillari bilan kelishuvga zamin yaratish uchun muzokaralarga kirishgan. Qaymoq ranglilar Erlingni braziliyalik winger Vinicius Juniorning sotuvidan tushgan mablag' evaziga sotib olishi mumkin. Saudiya klublaridan biri futbolchi uchun taxminan 250 million yevro berishga tayyor. Norvegiyalikning ingliz top klubi bilan amaldagi mehnat shartnomasi 2034-yilning yozda yakuniga yetadi. Uning narxi esa 180 million yevroni tashkil etadi.